Usta Zohidjon aka, hormasinlar. Assalomu alaykum. To'g'ri, tuzimsiz, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi aka? Rahmat, Xudoga Zohid shukr. aka, sizda ham aka izlanishlar katta bo'libdi. Xudo Sababi, xohlasa. Xudo xohlasa o'tgan safar birinchi marta qo'yyapmiz dedik, bu safar ikkinchisi bo'lyapti. Xudo xohlasa. Aka, Xudo xohlasa bugun ham kanalimiz obunachilarini xursand qilmasak bo'lmaydi. Qilamiz, Xudo xohlasa. Yaxshi chegirmalar bilan assortiment ishlarimizni ko'paytirib qo'ydik, Xudo xohlasa. Gap yo'q. Aka, Xudo xohlasa 10 million, 2 milliongacha sotilayotgan 16 talik komplektlarga Xudo xohlasa 1-2 milliondan skidka qilib berasiz. Qilib beramiz, Xudo xohlasa. Do'stlar, bu yerda qoplamali, bu yerda mana 16 talik kattaroq razmer so'raganlarga bor. Undan tashqari narigi tomonda budjetli variantda ishlangan modellar ham bor. Zohid aka, Xudo xohlasa bugun xalqni xursand qilamiz. Zo'r qilib, bomba qilamiz, Xudo xohlasa. Bitta internet portlatmasak bo'lmaydi. Do'stlar, ustaning mehnatiga bittadan like bosinglar. Ustaning o'z birgalikda hamma ma'lumotlari to'liq berib o'tiladi. Usta Zohidjon aka, obzorni boshlaymiz. Aka, dastavkalarimiz qanday bo'ladi? Yetkazib xizmatlari. Dastavkalarimiz butun vodiy bo'ylab. Mana shu aytilayotgan narxning ichida dastavkasi bor. Bepul bo'ladi. Bepul qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga mashinalar qilib beramiz. Dastavkasi kelishadi aka. Dastavkasi kelishilgan holda. Do'stlar, usta yangi, ancha-muncha hayajonlansa e'tibor qilmaysizda, buni oldindan aytib qo'yishimiz shart va majbur. Xo'p, aka, ishlab chiqarish manzili. Ishlab chiqaradigan manzilimiz Andijon shahar, Oltinko'l tumani, Ijtimoiyat, MFYT. Mana shu xonadonda ishlab chiqariladi. Mana shu yerda Gap yo'q. Aka, birinchi mana shu hammabob, hamyonbob modeldan boshlasak bo'ladi. Razmerlari, qanaqa materialda yasalgan? Bu razmerlari 1.10 ga 275 bu fasonimiz. Materiallari rossiyskiy lisva yog'ochdan ishlatilgan. Sidinalari 9lik 2li machalkalardan qo'yib, yumshoq qilib ishlab qo'yganmiz, pishiq qilib. Stol necha aka? 1.10 ga 275. 1.10 ga 275. Xon taxta qilib ishlasa ham bo'laveradi bularni. Xon taxta bo'ladi. Bo'ladi, Xudo xohlasa. Buni narxi necha pul? Bularning narxlarini chegirma qilib qo'ydik. O'tgan safargidan ham arzon qilib berasiz. O'tgan safargidan ham arzon qilib 3 million 200 mingdan dastavkasi vodiy bo'ylab tekin qilib qo'ydik. 3 million 200 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavka ichida. Borib, Xudo xohlasa uyiga chiroyli qilib o'rnatib kelamiz. 5 ta oladigan gap bo'ldi. Do'stlar, tavsiya qilamiz. 3 million 200 dastavka ichida bo'lyapti. Keyingi fasonimiz shuni, mana shu fasonimizni materiallari bu atachento oq materialdan qilingan bunisi. Mana shu yurtdoshlarimizga assortiment qilib qo'yib qo'ydik. Bir tarafiga atachento, bir tarafiga mana naqshli fasondan qilib qo'ydik. Assortimentga qilib qo'ydik. Xohlaganidan qilib beraveramiz. Zakasiga moslab, ko'yniga, uyiga, pardasiga, aboyiga moslab qilib beraveramiz. Bu ham 12 talik. Bu ham 12 talik. Xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi bu ham. Buni ham xoni 1.10 ga 275. Xo'p, tushunarli. Endi mana shu joyda bitta savol tug'iladi. Mana hozir ikkita turibdi, bitta atachento, bitta gulli material. Narx qanaqa bo'ladi bularni? Bularning narxini o'sha chegirma deb qo'ydik boshida. Xudo xohlasa chegirma qilib, buni ham xohlagan rangidan, xohlagan fasonda qilib beramiz. Asli 3 million 200 mingning ichida. Gulli bo'lsa ham, bo'lsa ham, gulsiz bo'lsa ham. Yana 5 ta oladigan gap bo'ldi. Nimaga desanglar, mana men ham do'stlar shu narsani ichida yuraman. Bu однотонный materialdan ko'ra gulli materialda baribir rasxoti balandroq bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham 100-150 ming so'm bo'lsa ham balandroq bo'ladi, lekin o'sha 150 mingni qo'shmagan holda aksiya narxi 3 million 200 mingdan bo'lyapti. Xudo xohlasa yurtdoshlarimizga chiroyli, sifatli mebellarni yetkazib berish maqsadida qo'limizdan kelgancha harakat qilib, Xudo xohlasa ko'nglini olish maqsadimiz. Gap yo'q. Usta, yana buni ranglarini o'zgartiraveramiz. Misol, mebelli svetda, shampan svetda yoki jemchug svetda qilib berish imkoni bor. Xohlagan rangidan qilib beramiz. Klientlarga so'rab telefon qilgan klientlarga kataloglarni tashlaymiz. Yoqqanini xohlagan rangidan qilib beramiz, imkoniyatimiz bor. 16 talik, 24 talik qilib beramiz. Xohlaganidan uyini uzunligiga moslab qilib beraveramiz. Xo'p, bu yerda yana bitta boshqacha modelimiz bor ekan. Bu ham chiroyli chiqibdi. Bu qanaqa endi aka bu? Bu fasonimiz shampan svet deyiladi, ranglari, materiallari atachento. Buni ham machalkalar yaxshi qalin machalkalardan qo'yilgan, sidinalari ham 9 plotli qo'yilgan. Buni ham xona bir xil bo'ladi, 12 talik. 1.10 ga 275. Buni ham shu materiallarni tanlashsa, chiroyli qilib materiallarini moslab uyiga xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi bu ham.
Gap yo'q. Hozir buni orqasini ham bitta ko'rsatib beramiz. Orqasi parda broshka ekan. Ideal, gap yo'q. Hozir endi ustaga buni 10 taxta bo'ladi dedik. Bu nech pul bu endi? Buni 3 million 700 ming so'm qilib beramiz. 3 million 700. 3 million 700 ming so'm. Narigindan qimmat bo'lishiga sabab nima aka? Undan qimmat bo'lishiga sabab buni ham bo'ylari ozroq baland, keyin orqasida broshka pardalari uzun, sidinaning tagiga to'g'ri tushgan. Keyin materiali ham ochiq emas, polniy splashnoy sidinaga to'g'ri qoplangan. Shuni hisobiga bo'ylari baland, nariginga qaraganda, keyin spinka to'liq sidinagacha borgan. Shuni hisobiga narxi ozgina balandroq. 3 million 700 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabki ichida. Dastlabkasi ichida. Go'zal. Xo'p, endi buni mana oq rangi ham bor ekan. Oq svet ha aka? Bu ham oq svetidan, bu ham attachento chiroyli materialdan qo'yganmiz bunga. Gap yo'q, zo'r chiqqan. Xonni shakllari misol har xil shaklda qilsa bo'laveradi. Har xil posonda, har xil rangda xonlarini ham qilib beraveramiz, stollarini ham, materiallarni o'zgartirib beraveramiz. Hozir bu necha metr joyga tushadi mana shu turishi? Eng minimum misol sho'rada deganda misol 4 metrmi yo 5 metrmi? Eng kichkinasi 4 metrli uyga tushadi. 4 metrga bemalol tushadi. 5 metrlikka ikki tarafdan ozroq joy qoladi. Aylanib, sal odam aylangani joy qoladi 5 metrda. Joy qoladi, ha? 4 metrda plotniy bo'lib qoladi. Misol, mana shu fasonda taylarini simonlar qilib bering desa yoki boshqacharoq modellardan qilib bering deb bo'lsa, qilib berasiz, narx kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Hozir bu 12 talik 3 million 700. 3 million 700 ming so'm. Gap yo'q. Endi mana do'stlar, yong'oqdan olaman deganlarga yong'oq ham bor ekan. Bu necha metr, nechtalik? 120 ga 360 xonamiz. Akvarium fasonda qilingan bular. Akvarium fasonda qilingan. Bu ham xon taxta bo'ladi bu xonamiz ham. Xon taxta bo'ladi. Xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi buni ham. Stollarimiz yong'oq materialdan 100%. 3D ekan. 3D old oyoqlari 3D. 3D variant qo'yilgan. 12 machalakka qo'yilgan. Aka buni paraloni 12 sm. 12 sm. Baland ekan. Orqasida parda broshkasi bor. Arkalarida mana broshkalarni ham chiroyli toshligidan qo'yib qo'yganmiz, pardalari bor. Xudo xolasa gap yo'q. Uzoq yil xizmat qiladi olgan odamga. Stoli necha endi buni? Stoli 120 ga 360. 120 ga 360 MDF ekan bu. MDF. Gullariga alohida e'tibor beringlar. Mana oynalariga ham e'tibor bersanglar, ikkita chiroyli holatda qo'yilgan. Xon taxta bo'ladi deyapmiz, 16 talik. Aka buni narxi necha pul qilib beramiz endi? Buni shu aksiya masi bilan 9 millionga qilib beramiz. 9 million so'm. 9 million so'mga qilib beramiz. Xo'p, 9 millionga qilib beriladi. Usta endi mana shu bitta savol, 16 talik model, mana shu modelingiz necha metr joyga tushadi? Ko'pchilik telefon qilib, joyim 4 metr 16 talik tushami deb juda ko'p savol berishib qoladi-da. Shunga ochiq oydin aytganimiz yaxshi. 7-8 metr uyga xohlasa chiroyli tushadi bular. Minimum 6 metr aka. Minimum 6 metr. Minimum 6, 6 da plotniyroq tushadi, 7 da bemalol aylanib o'tgani joy qoladi. Endi buni ham sizga telefon qilishsa, parda bo'ylariga moslab, ranglarini, materiallarini qo'yib chiqarib berishingiz mumkin. Plus uyning razmerini aytsa 24 talik tushami, undan kattaroq, kichikroq tushsa qilib berish imkoni bor. Bor, xudo xolasa. Hop, buni ham necha xil ranglari bor aka? Buni kataloglarimiz bor. So'rab telefon qilishsa, har xil rangdagi, har xil materiallardagi, har xil ko'rinishda xonlarimiz bor. Xudo xolasa katalogini tanlab, maqsad xudo xolasa tayyorlab beramiz. Gap yo'q, zo'r, tushunarli. Xo'p, endi bu yerda bitta qoplamali varianti ham bor ekan. Xuddi shu bilan bir xil, faqat qoplamali bu. Qoplama fasonimizda bu. Xonlari. Nechtalik bu aka? Bu 12 talik bu qoplama fasonimiz. 12 talik. Xonlari 120 ga 320. 120 ga 320. Uchli machalkalar qo'yib, sidinasi 12 lik qilingan. 12 ekan. 12. Oldilari 3D. Orqalari broshka pardalari chiroyli qilib qo'yilgan. Xudo xolasa ishlarimiz behijolat, behijolat. Garantiya bor. Garantiyasi bor. Vodiy bo'ladi, dastlabkasi ichida buni ham. Xudo xolasa uyiga olib borib, chiroyli qilib o'rnatib berish
xizmatlari ichida. Endi masalan vodiydan telefon qilishsa, o'zingiz mashinangizga yuklab, chiroyli qilib, shilinmaydigan, qirilmaydigan qilib olib borib o'rnatib berasiz. Lekin vodiydan tashqari boshqa viloyatdan ko'rib telefon qilish bo'lsa, chiroyli qilib pakovka qilib yoki o'sha chexolga kiydirib berib yuborishingiz mumkin. Ha, shunday bo'ladi. Boshqa viloyatlardan so'raydigan bo'lsa, buni upakovka qilib, mashina gaplashamiz. Qolgan viloyatlarga dastlabkasini oladigan odam bilan gaplashib oladi. Xudo xolasa mashinaga chiroyli qilib, ishonchli shopirlardan berib yuboramiz. Xo'p, Uyga yetib yaxshi. Buni necha pul qilib beramiz endi? Buni 6 million 300 ming so'm qilib beramiz. 6 million 300 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastlabki ichida. Dastlabkasi ichida. Aka, o'tgan safar ham so'radik, to'lov masalalari qanday bo'ldi deb, yana shu haqida bitta qisqaroq ma'lumot berib qo'ysangiz. To'lov masalalari. Masalan, qaysidir fasonimiz yoqqan bo'lsa, yoqadigan bo'lsa, shunga ishonch, bir-birimizga ishonch bo'lish uchun 300 mingmi, 500 mingmi, 1 million fasoniga qarab turib kelishamiz, kartamizga surib beradi. Qolganini uyga borganda bersa ham bo'laveradi. Agar imkoni bo'lsa, shu mashinaga yuklayotganimizda boshqa viloyatlardan bo'ladigan bo'lsa, kartamizga surib bersa ham bo'laveradi. Gap yo'q. Xullas, zaklatni olib yetib borganda yoki undan oldin to'lov qilishi mumkin. Mumkin. Tushunarli. Zohid aka, endi aka, xudo xolasa ko'p ma'lumot berdik. Bu safar assortimentimiz ko'proq bo'ldi. Sizga yana telefon qilish bo'lsa, o'sha aytgandek kataloglarni tashab, bemalol xudo xolasa telefon qilaverasiz. Aka, Telegram, WhatsApp bor-a? Bor, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Do'stlar, ustaga telefon qilinglar, olinglar, foydalaninglar. Xudo xolasa biz bundan xursand bo'lamiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar.